Dada, bilasiz, yaqinda hijob o'rashni boshladim. Shu tufayli qandaydir cheklovlarga uchrashdan qo'rqandim. Sizdan bir narsa so'ramoqchiman. Hijobda yurib istagan ishimni qilishim mumkinmi? Xo'p, qani o'zing aytchi, hijob tufayli qandaydir cheklovni his qilyapsanmi hozir? Ochig'ini aytsam, hayotim unchalik ham o'zgargani yo'q. Chunki dinimda ruxsat etilgan har qanday joyga bora olaman. Hijob shunchaki meni ba'zi istamaydigan joylarga borishimdan to'xtatib Ha. turadi. Boshqa joylarga bemalol bora olaman. Dinimdan tashqariga chiqmagan holda albatta. Mana ko'rib turganingdek, hijob seni cheklamaydi. Do'stlaring bilan aylanishing, qahvaxonalarga borishing, dam olishing mumkin. Ta'tillarda ham bemalol aylana olasan. Ha, halol bo'lsa. Ha, xuddi shunday. Istagan ishimni qila olyapman Shunday. rostda ham. Juda ham zo'r suhbat bo'ldi, qadrligim. Rahmat. Chiroyli savollar berding. Inshaalloh keyingi safar boshqacha savollar bilan kelasan. Inshaalloh. Eternal Passenger uchun qizim Seval bilan shunday suhbat qurdik. Vaqtimizni maroqli o'tkazdik, alhamdulillah. Inshaalloh juda ko'p insonlarga foydasi tegadi degan umiddaman. Yana shunday videolarni ko'rishni istasangiz like bosing, izohlarda fikr qoldiring.